Xalqimiz orasida yuradigan yana bitta fikr. Xitoyliklar o'zini mashinasini sota olmaydi, faqat eksport qilishadi, o'zlari bo'lsa qimmat inomarkalarni haydab yurishadi deyshadi. Men bu savolga javoblarni qidirdim. Ko'pchilik bilan suhbatlashdim. Bunga asosiy sabab qilib o'sha sizlar aytayotgan inomarkalarni narxini qilib keltirishim mumkin. Birinchi o'rinda, shunday avtosalonga chiqsangiz, yurgan mashinalar juda ham ko'p. O'sha Mercedes, Porsche, BMW larni 30-40 ming kilometr yurganini taxminan 30 ming, 35 ming dollarga sotib olish mumkin. Lekin bitta narsani inobatga olish kerakki, benzinli mashinalar uchun Xitoyda avtomobil raqamini olish juda ham qimmatga tushadi. Ba'zida bu narsa avtomobilning narxi bilan bir xil bo'lib qoladi. Undan tashqari yana bitta narsani hisobga olish kerak. Xitoy Shenzhen shahrida hamma jamoat transportlari BYD markasiga tegishli va rasmiy taksi servislari ham barchasi BYD avtomobillarida yurishadi. Gap isboti bilan bo'lish uchun Shanxaydagi quvvatlash stansiyalarining biriga kirdik. Ko'rib turganingizdek, bu yerdagi hamma mashinalar milliy brendga tegishli, lekin aksariyati eski brendlar ekan. O'zbekistonda ham quvvatlash stansiyalari bor, lekin bunchalik katta va bunchalik ko'p emas. Agarda siz ham elektromobil egasi bo'lsangiz, bemalol Trianon Energy dan foydalanishingiz mumkin.